Hozir kassada biz mana bitta kassani smenasini ochib olib, registratsiya продажаga kiraveramiz. Va shu yerning o'zida bitta funksiyasi bor, chaqmoqga o'xshagan bizda. Shu yerda ходовой tovarni saqlab qo'yish mumkin. Masalan, labsha rolton turibdi mana bitta. Pampersda mana shunaqa gruppalarga bo'lib qo'yib, tayyor tovarlarni qo'yishingiz mumkin. То есть как ходовой tovarlarni mana shunday bitta bosdingiz и kiritib qo'ydingiz. Bunisi qulay bo'lishi mumkin. Lekin bu qarangda ozgincha ko'proq vaqt oladi. Chaqmoqni bosib, gruppaga kirib, shuni bosib, zakrit bosib va sizda chiqib keladi tovar. Buni ancha-muncha tezroq yo'li bor. Tovarga shunchaki ikkita raqamli yoki даже bir raqamli shtrix kod qo'yib qo'yish mumkin. Masalan, biz 8 ni bosib ko'ramiz va enter bosamiz. Shunaqa qilib, bizda yaysa fermerskiy mana turibdi tovarimiz. O'shanga shtrix kodiga просто 8 raqamni bosib kiritib qo'ydik. Ya'ni o'zimizning prixod kompyuterimizda tovar yaratayotganimizda biz 13 ta raqamli shtrix kod emas, просто bitta yoki ikkita raqamli shtrix kod berib qo'yib, kassirga ishni tezlashtirib berishimiz mumkin.